Fransiyalik bir qiz bu g'oya bilan oddiy mevalarni 2 barobar qimmatroq sotishni boshlabdi. Har xil mavsumiy mevalarni olib, ularni shaffof yumaloq qutichalarga solib, buket ko'rinishida sotishni boshlabdi. Natijada bir kunda qilgan savdosini 2 barobarga oshirgan. Eng zo'ri, Instagram orqali ham buyurtmalar yig'ilmoqda. Yangi yilga juda mos sovg'a, ko'rgan odamni hayratda qoldiradi va xaridorni o'ziga tortadi. Agar siz ham biznesingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, bu g'oya kunlik daromadingizni ancha ko'tarishi mumkin. Shunaqa oddiy g'oyalar bilan siz ham katta daromadga chiqa olasiz. Faqat boshlash kerak. Ismim Ulug'bek, vlogimda biznesingizni o'stiradigan yangi g'oyalarni yuklab boraman. Obuna bo'lishni unutmang. Rossiyalik konditerlar juda oddiy yo'l bilan trend yaratishda davom etishyapti. G'oya juda oddiy, lekin juda chiroyli. Yangi uzilgan o'rmon mevalari qoliplarga joylanadi va ustidan issiq sifatli shokolad qo'yiladi. Buyurtma asosida tayyorlanadi va kichik shaffof stakanchalarda sotiladi. Lekin eng zo'r joyi qayerda bilasizmi? Qadoqlashni biroz o'zgartirib, sovg'alik dizayn bersangiz, bu mahsulotning narxi ham, qadri ham oshadi. Bizda allaqachon ommalashgan shokoladni klubnika bilan ishlayotgan tadbirkorlar uchun bu yangi bosqich. Konditer kafe va kofe shoplar uchun esa vitrina uchun ideal mahsulot. Ismim Ulug'bek, vlogimda biznesingizni o'stiradigan yangi g'oyalarni yuklab boraman. Obuna bo'lishni unutmang.